Benjamin Franklin hikmatlari. Kishi cho'ntagidagi pulni bilim uchun sarflasa, hech kim bu pullarni undan tortib ola olmaydi. Kambag'allik uyatli hol emas, ammo bundan uyalish haqiqiy uyatli holat. Kimdandir uzr so'rar ekansiz, hech qanday bahonalarsiz, shunchaki kechirim so'rang. Jahl bilan boshlangan har qanday ish uyat bilan tugaydi. Pulning qadrini bilaman deb o'ylasangiz, birovdan qarz so'rab ko'ring. Vaqt bu puldir. Men imtihondan yiqilmadim, balki imtihondan o'ta olmaslikning 100 xil yo'lini o'rgandim. Ishlaringizni kechiktirishingiz mumkin, ammo vaqt kechikmaydi. Dushmanlaringizni seving. Ular kamchiliklaringizni aytadigan insonlardir. 3 ta sadoqatli do'st bor. Qari rafiqa, qari it va qo'lingizda tayyor turgan pul. Mayda-chuyda xarajatlaringizdan ehtiyot bo'ling. Kichkina teshik katta kemani qulatishga qodir. A'lo fikrlardan ko'ra a'lo amallar yaxshiroq. Ko'pchilik insonlar 25 yoshda o'ladi, ammo 75 yoshga yetgach ko'miladi. Tayyorgarlik ko'rishda muvaffaqiyatsiz bo'lsangiz, muvaffaqiyatsizlikka tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lasiz. Qiyinchilik yo'q joyda natija ham bo'lmaydi. Hayotning eng katta tragediyalaridan biri shuki, biz juda tez qariymiz, lekin donishmandlikka juda kech erishamiz. Bugungi bitta ish ertaga qoldirilgan 2 ta ishdan afzalroqdir. Dangasalik sekinlik bilan harakat qiladi. Kambag'allik unga tez yetishib oladi. Qarzga botishdan ko'ra kechki ovqatni yemagan ma'qul. Kishi 20 yoshdaligida uni xohish iroda boshqaradi. 30 yoshga yetganda aql farosat boshqaradi. 40 yoshga yetganda esa mulohaza boshqaradi. Hech qachon bugungi ishni ertaga qoldirmaslik lozim. Muvaffaqiyatga erishish uchun berilgan imkoniyatlarga qanchalik tez oshiqsangiz, xulosa chiqarishga ham shunchalik tez oshiqishingiz kerak bo'ladi. Yo'qotilgan vaqtni topib bo'lmaydi. Bilimga kiritilgan sarmoya eng yaxshi daromad keltiradigan sarmoyadir. Qayerda muhabbatsiz oila bo'lsa, o'sha yerda oilasiz muhabbat ham bo'ladi. Shoshqaloqning ishi xom bo'ladi. 3 kishi sir saqlay olishi mumkin, faqat ularning 2 tasi allaqachon vafot etgan bo'lishi kerak. It bilan birgalikda uxlagan odam ertalab uyg'ongach o'zini pashshalar qurshovida ko'radi. Qiz bolaning kamchiliklarini topmoqchi bo'lsangiz, maqtab ko'ring. Hayotni sevasizmi? Unda vaqtni bekorga sovurmang, chunki hayot avvalambor vaqtdan iborat. Farzandlaringizga o'zini nazorat qilishni, ishtiyoqlariga taslim bo'lmaslikni, xurofotga berilmaslikni, yovuz illatlardan saqlanishni, sof aql va tafakkur bilan ish ko'rishni o'rgating. Shunda farzandlaringizni baxtsizliklardan asrab qolib, jamiyatdagi jinoyatlarning oldini olgan bo'lasiz. Uylanishdan oldin ko'zlaringiz ochiq bo'lsin. Uylangandan so'ng ko'zingizning yarmini yumib qo'ysangiz ham bo'ladi.
Biz qariganimiz uchun o'yinqaroqlikdan to'xtamaymiz. Aksincha, o'yinqaroqlikdan to'xtaganimiz uchun qariymiz. 1000 yil yashaydigandek ishlang. Mamnuniyat kambag'alni boyga aylantirsa, noshukurlik boyni kambag'alga aylantirib qo'yadi. Axloqsiz kishi o'zining badburush ekanligini biladi. U shuning uchun ham niqob taqib oladi. Ayoli va pullarini boshqalarga tez-tez ko'z qilib turadigan kishi bularning ikkalasini ham qarzga olib turishlari xavf ostida bo'ladi. Charchoq eng yaxshi yostiq. Har narsadan norozi odam qulay o'rindiq topishda ham qiynalib qoladi. O'zingda urug'i yo'q narsani sotib oling va kishilarga zarur bo'lgan narsalarni sota boshlaysiz. Muvaffaqiyat kaliti budilnik ostida bo'ladi. Yo o'qishga arzirli narsa yozing, yoki birovlar siz haqingizda yozishi uchun arzirli ishlar qiling. Vaqtinchalik xavfsizlikka erishish uchun erkinlikdan voz kechadigan insonlar erkinlikka ham, xavfsizlikka ham arzimaydilar. Menga aytsangiz, unutaman. Menga o'rgatsangiz, eslab qolishim mumkin. Meni jarayonda ishtirok ettirsangiz, o'rganaman. Sabrli odam o'zi istagan narsaga erisha oladi. Tejab qolingan bir tanga ishlab topilgan bir tanga bilan barobar. Vinoda donishmandlik bor, pivoda erkinlik bor. Suvda esa bakteriya bor. Barchamiz bilimsiz bo'lib tug'ilamiz. Ammo bir umr bilimsiz bo'lib qolish kishidan ancha mehnat talab qiladi. Adolatsizlikka uchramaganlar adolatsizlikdan qiynalganlar kabi g'azablanmas ekan, adolat o'rnatib bo'lmaydi. O'limdan qo'rqish kerak emas. Chunki qancha tez o'lsak, abadiylikka shuncha tez yetishamiz. Har qanday fuqaroning ilk majburiyati bu hukumatni so'roq ostiga olishdir. Zulmatni qarg'ab o'tirish o'rniga sham yoqqan ma'qul. Agar yozuvchilar biron bir kishining ko'ngliga ozor bermasliklari kerakligi haqida yaxshilab o'ylab olib, bunga ishonch hosil qilganlaridan keyin yozishni boshlaganlarida deyarli hech qachon yozuv bo'lmas edi. Ichingdagi zulmatga qarshi urush och. Qo'shinlaring bilan tinchlik o'rnat. Yildan yilga yaxshiroq odamga aylanib bor. Uyquga vaqtli yotib, vaqtli uyg'onish kishini sog'lik, boylik hamda donolik sari yetaklaydi. Hech qachon bir joydan ikkinchi joyga qo'zg'alishni harakat boshlash bilan adashtirib yubormang. Ahmoq qalbidagini so'zlari bilan izhor etsa, donishmand so'zlarini qalb orqali izhor etadi. Tinchlikning yomoni, urushning esa yaxshisi bo'lmaydi. Do'stni tanlashda sekinroq harakat qilgan ma'qul. Do'stni o'zgartirishda esa yanada sekinroq. Hamma birgalikda harakat qilishi lozim. Aks holda hammamizni alohida o'ldirib chiqishadi. O'zgarishdan to'xtar ekansiz, hayotda ham to'xtab qolgan bo'lasan.
Suvning chuqurligini o'lchamoqchi ekansiz, suvga hech qachon ikkala oyog'ingiz bilan kira ko'rmang. Bir misqolchalik ehtiyotkorlik bir tonna dori-davo bilan barobar. Noto'g'ri yurib, oyog'ingizni jarohatlasangiz, bu tezda tuzaladi. Ammo noto'g'ri gapirib qo'ysangiz, buning jarohati hech qachon tuzalmaydi. Baxt tashqi omillarga qaraganda ichingizga voqelikni ruhan qanday qabul qilishingizga bog'liq bo'ladi. Pullaringizni birovlarning pulini hisoblab yurishni yoqtiradigan odamga ishonib ko'rmang. Odamlar bilan muomala qilar ekansiz, barchaga namunali fuqaro, ko'pchilikka kirishuvchan inson, kamchilikka tanish, bir kishiga do'st sifatida qarang va hech kimga dushman bo'lmang. Kishi o'z orzularining teng yarmini amalga oshira olganida ham muammolarini 2 barobarga ko'paytirgan bo'ladi. Hech kim haqida yomon gapirmang. Kim haqida gapirsangiz ham uning o'zingiz biladigan yaxshi tomonlarini aytib o'ting. Agar badavlat bo'lishni istasangiz, nafaqat pul ishlab topishni, balki uni tejashni ham o'rganing. E'tiqod orqali ko'rish uchun aql tafakkur ko'zlarini yumish kerak bo'ladi. Uyda nafaqat tana uchun, balki aql uchun ham kerakli oziq-ovqat va olov bo'lmasa ekan, bu uyni vatan deb bo'lmaydi. Erkinlik ta'minlanmasdan turib, xavfsizlik ta'minlangan joy qamoqxonadir. Bizni azoblaydigan narsalar bizga hayotni o'rgatadi.